Qaynona uygamisiz? Chiqing, gap bu. Kompyuter chiqiyor. Keling, ko'ylaringiz bilan yarashibdi. Qilichsiz qilich olam. Menga paxta qo'ymang, gapni eshiting. Sizdan kompyuter olib ketganlik, oling bunizni. Sal narsaga qizib ketadi, ertalab yonmaydi. Gapirgan gapim u naushnikdan kirib, bu naushnikdan chiqib ketadi. Uydagi gapni skaner qilib dugonalarga tashlaydi bu. Buni antivirus qilsangiz qiling, bo'lmasa Bo'ldi, baqir chaqirmang. Ichkariga kiring, hozir bitta перезагрузка beramizda. Yo, kompyuterda ahvolni qarang. Ketayotganda Windows 10 edi bu. Hozirchi joduni kompyuteriga o'xshab qolgan. Рабочий stolni qarang. Kerakmas fayllarni sazlat qilib tashlagan shunogina ko'rinib turibdi. nima qilish kerak? Tokni ayamang, tokni, monitorni yalqisini ko'taring. Sarg'ayib ketganini qarang bu bechorani. To'ydan oldin iPhone 15 olib beraman degandilar, hali ham olib bermadilar. To'ydan oldingi va'dalar men vasitnavit qilsam sochib yonmaysan, jim o'tirgin. Ha, kuyov, prosessorni kengroq qiling. Bu turmush hammasi sekin-sekin ustunovka bo'lib ketadi. O'zim men boshqa notebook olaman deb yurganim, uydagilar buni olib berdilar menga. Unaqa gaplaringizni korzinkaga tashlang, dadasi eshitmasin, sichqonchangiz uzib oladi.